Foiz bilan bo'lganmi munosabat, yaqinlik deb so'raganimda yo'q, lekin bahonalar bilan harakat qilaman onamni teginishga deydi. Qanaqa u harakatlar desam, massaj paytida hamma joyini teginishga harakat qilaman. Все. Albatta bu videoda ko'pchilik yana boshlaydi heyt qilishni, yana astag'firulloh bizada yo'q bu narsalar deyishni. Chunki joyimiz og'rib qolsa biz vrachga murojaat qilamiz-da. Ruhiy o'zgarishlar bo'lgandan keyin mutaxassisga borish kerak, murojaat qilish kerak. Va bu yerda men hozir bu erkaklar bilan ishlayman demoqchi emasman. Ular hattoki bilmaydi qayerga va kimga murojaat qilishni. Birinchi o'rinda ular doim xohlaydi sirli qolishni, umuman yuzini ham ko'rsatmaslikni. Buni ham iloji borda, onlayn ishlashi mumkin. Lekin o'sha erkak mutaxassis bilan borib ishlagani ma'qulroq. Agar haqiqatan ham bu holatdan chiqib ketmoqchi bo'lsa, balki menga murojaat qilayotgan bor yo'q 5% insonlar ham bu juda katta ko'rsatkich va urolog bilan biz gaplashib qolganimizda u kishi aytdilarki, juda ham katta ko'rsatkichlar hozir 70% deganda men o'zim ham hayron qoldim. Shuning uchun hurmatli ayollar, erkaklar, farzandingiz bor ekan, faqat sizni zimmangizda to'g'ri informatsiya bering. Jinsiy tarbiya to'g'risida o'rganing va hayotingizga to'g'ri tatbiq qiling.